Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammalarga Allohning salomi, rahmati bo'lsin. Hidayat ekranga xush keldinglar. Aziz qarindoshlar, biz aqlimizdan topgandan tortib deb boshlagan vaqtimizda, ya'ni aqlimizning nima ekanligini his qilganimizdan tortib, uning o'zimizning ixtiyorsiz yoki maqsadli holda ishlab kelayotganligini bilamiz, tushunamiz, his qilib turamiz. Ammo uning haqiqiy ilmiy shakldagi funksiyasi qanday bo'ladi? Tafakkur jarayoni qanday bosqichlarni bosib o'tadi? Uning uchun nimalarga ehtiyoj tushadi? Uni ilmiy holda elib berishning yo'llari qanday bo'ladi qatorliq temalarda maxsus tarbiyalanganlardan boshqalarimiz asosan xabarsiz holda ishlatib kelyapmiz. Bugun biz bu tema orqali, bugungi bu leksiya orqali bu shu sohadagi tushunchamizni texnik ro'shanlashtirish, ilmiylashtirish maqsadida ekranimizga Nurgul xonim taklif qildik. Nurgul xonim o'zininki qiziqish sohalarining ichida bu psixologiya va aql tafakkuri aloqador sohalarni izlanish qilayotgan bir ziyoli bo'lishi bilan inshaalloh bugungi programmada o'zining izlanishlarini taqdim qiladi inshaalloh. Assalomu alaykum Nurgul xonim, xush keldingiz. Assalomu alaykum. Qanaqa bo'ldingiz? Meniki bu tema qiziqishlar emas. Mındaqça aytgan chaqda men non tepib yedim kasbchi. Shu men buni bilmasam bo'lmaydi. Bilmasam bo'lmaydigan uqum ham bilim. Endi agar bu narsani uqmasam, men hozir qilayotgan xizmatimni qilmasam bo'ladi. Shunga shada azoq cho'nchi yurib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Yaxshi. Mayli, biz-bizlar chiq olmanglar. Zaten siz nima qilgan, qaysi gapni o'qigan, pek inchki qilib bo'lolmadik haqiqatan. Çünkü degan bo'lishimiz mumkin, tushundirish mumkin, lekin biz hozir uchur dunyosida bir varang-cho'rongning orasida o'g'illigimiz uchun unutilib qolish ahvollari yuz berdi. Tuzib berganingiz uchun rahmat, Alloh razı olsun. Xo'sh, bugungi temada demak so'z sohibi ekanligingizni yana bir qatam qayd qilgan bo'ldingiz. Ko'p rahmat. Undaqda albatta bugungi bu leksiya biz uchun albatta tepilg'usiz fursat bo'lib qolsa, marhamat. Rahmet. Ama bo'lsa, birinchi betni chiqarsangiz. Kirish so'zga aqllar boshqa fikrlarimiz bo'lmasa, mayli bevosita ketdi. Leksiya o'tib ketsak bo'ldi, rahmat. Mening boshqa fikrim, so'zim yo'q hozircha. Bo'ldi. Rahmet. Aşı men bu noktada hamda bu bek murakkab tema amaliyotda. Murakkab tema bo'lganda bu men mushu meni bilan his tuyg'uning o'tirishiga munosabat menining qurilmasi mushuni psixologiya darsini o'qigan vaqtimda bir mavsum o'qigan dars. Endi bu yerda bir mavsum o'qigan tushunchalar dars ana hozir ham davomli degidek izlanib meni bilan his tuyg'uning qanday munosabati bu menga odamninki butun hayoti bilan ish harakat hammani kontrol qiladigan xuddi kompyuterning CPUsi bo'lgan o'xshash bizning miyamiz da shu. Uchur bir taraf qilib bizningki nima deyishimiz, nima yeyishimiz, nima qilishimiz aslida hammani kontrol qilib turadigan bir cho'ng hamda bir uy desak bo'ladi. Buningki hamda men amal va eng oddiy usul bilan, eng oddiy til bilan buni tushuntirishga tirishaman. Shun tirishgan vaqtida hamda bu menining qurilmasi, ya'ni bo'lsa anatomiyasiga qarash kerak-ku. Bu menga sodiq nimati qancha qismga bo'lindi bu har bir qismninki zodi roli nim bo'lg'iti deb nima qilsak, o'zimiz shu eng oddiy usul hamda buni. Ma qo'limizni nimadan mushtimizni tugsak, mushtning o'zi menga o'xshaydi-ku. Men hozir nimada chiqarib qo'ygan oldingi yaproqchi menga degan dal mishani ko'rsatdi, ya'ni odamning peshonasi qismini ko'rsatdi. Lekin o'ttir menga odamning beshining cho'qqisini ko'rsatdi-ku. Mush atrofdagi ya'ni o'ttir menga deymiz. Endi oqa menga bu odamninki gadinning yuqori tarafidagi ya'ni ko'rsatdi.
Endi adamның çoxusu bilan gədəninki bu qulaqның arkasındakı, yəni buni mərkəzi meڭə deyimiz-çu. Aşağıda uçur aloqa bir tərəf boldigan, uçur aloqaninki hər qaysı oxşamagan qismga uzatılıb berilgan, yetkizilib tasqab berilgan, aşı yəni o'ttir meڭə oldu. Anandan keyin o'ttir meڭə bilan bu deməninki o'ttir meڭədən chiqqan uçurni odamning badaniga yetkizib bergan gədən tərəfninki dal shu gədəngə tushadigan qismini buni g'o'l meڭə deymiz. G'o'l meڭə orqali odamning o'burtqiga olishib ketadi. O'murtqining ichida oq modda, kulrang modda deb ikki xil modda bo'ldi. U odatda shu odamninki meڭəsidan chiqqan signalni badandagi o'xshamagan a'zoga yetkazib berish roli bor. Adamın hareketini kontrol qilish bo'pmi. Endi buni mushunchalik tushuntirib bersam, meningcha yetarli deb qarayman. Buningdan ortiq tushuntirishga to'g'ri kelsa, birinchidan mening bu qadar bir qancha hozir men sizga 5 rayonga bo'linibdi-da. Bu 5 bo'lakka bo'linishida hammasining o'zining o'z oldiga funksiyasi, roli bor ama ayrim yerda vazifalar ayrimmi? Vazifalar ayrım-ayrım. Şuңайлыкы men oddiy tushuntiray degan yerim shuchu. Şuңa ikkinchi rasmga chiqasin o'tsangiz, ikkinchi rasmda shu mush 5 bo'lakni ayrım-ayrım ko'z maning ichidanda. Savolingiz oldi bilan javob berayotay. Mavo men shu meڭini xuddi yandin kesgandiki nemelik shu xaritasiga qarab turib, shu bo'yicha mushun talashni to'g'ri ko'rdim. Chunki bunda bo'lishdagi sabab buningda odamninki his tuyg'u bilan harakatni kontrol qiladigan butun funksiyasi asosan mishada ko'rsatib berilgan. Masalan, siz dedingiz meڭiningki har bir qismi 5 qismning hammasining o'zining funksiyasi bormi? Albatta. 5 qismning masalan bu ko'zning yuqori tarafida turgan ko'k rangninki bir mana ko'rikdek turadi, ashning boshlanishi. Ashning o'zi oldingi mening qismi shundami? Uni frontex deymiz. Uchur biz kirgan vaqtida uchurninki mandaqcha aytgan chaqda qabul qiladigan yer dal shu. Anondan keyin nimaga kelsak, bu o'ng so'l ikkiga bo'linadi-chu. O'ng tarafi odamninki xuddi o'ng qo'lga o'xshaydi-chu. O'ng qo'l tarafdagi meڭa odatda sal cho'ngroq bo'ladi. So'l tarafdagi meڭaga qaraganda, so'l tarafdagi meڭaninki hajmi ozroq bo'ldi, lekin harakati jiqroq bo'ldi. O'ng tarafdagi meڭaninki hajmi sal cho'ngroq bo'ladi. Harakat buningki intayin nima bo'ldi? Inkas qaytarish nimasi tezroq bo'ladi. Nima uchun tez bo'ldi degan chaqda, uchur kirgan vaqtida, uchurni masalan biz ko'rash orqali nimasiniki, shu burnimizning purash orqali kirgan uchurdan boshqa ham uchur shu meڭaning oldi qismiga oldi bilan yig'ildi. Yig'ilgan vaqtida bu ikkiga bo'lindi. Masalan, o'ng tarafga kirdigini kon uchur hisoblanadi. Masalan, qisqasini aytsak, masalan biz yo'l meڭish yoki bo'lmasa o'zimiz davomli tunishib olgan bir ko'chada mansaq, shu ko'chani biz o'ng qaralamdik, so'l qaralamdik yoki bo'lmasa bu ko'cha uyimga boramdi, bormi deganda bak o'ylashib ketmaymiz. Nima uchun bu ko'chada biz davomli meڭayotgan ko'cha. Shuning uchun biz o'zligimizdan shu ko'chaga qarab mengib, shu o'zimizningki bu o'ng tarafga qachilangan kon uchur bizni shu uyimizga olib boradi. Bu nimada inglizchada redundant information deymiz. Vaqt o'tib ketgan uchur degan bilan o'xshashga chuk yoki bo'lmasa kon uchur. Shuning uchun odam davomli degandek o'ng meڭini jiqroq ishlatishni yaxshi ko'radi. Nima uchun? O'ng meڭida hamma pishig'inib ishlab bo'lgan, biz ugunib bo'lgan, biz asosan ko'nab bo'lgan uchurning hammasi o'ng tarafda turdi. Hamda so'l taraf nima uchun ost bo'ldi deganda, odamning so'l tarafdagi meڭasi yangi uchurni qabul qilgandan keyin uni ugunishga tirishadi-chu.
Adamның nerv sistemasi aş qabul qilib, yenidən ügünüb, özləştirishga tirishadi. Ba'zilarini qabul qildi, ba'zilarini rad qilib yutadi. Şuna sol tarafdagi menga birinchidan ishlab chiqarishni nima qiladi, asos qildi, yana birisi hazm qilishni asos qildi. Şu sebepten adamның sol tarafdagi mengisi asti mangdi. Bu ba'zan narsa, masalan, biz yeni til o'rgangan vaqtida yeni til aldı bilan sol tarafda adamның sol tarafdagi mengisi kirdi. Sol taraf kirgandan keyin biz ahang bilan, o'niki tovushi bilan, hammasi bilan azaq tunishib o'tamiz. Tunishib o'tgandan keyin barbara tunishchiligimiz o'sadi. O'sgandan keyin tovushni qabul qilamiz, arabni qabul qilamiz, ahangni qabul qilamiz. Shuningla u uchur o'ng tarafga o'tishga boshlaydi-chu. Ani bag'an sari shu tilga munosabatlik uchur ko'paygan sari u til o'ng tarafda xuddi tamninki uli qo'pirilgandek qish bir-birisining ustiga qo'yilib, qo'pirilib bo'lmadi. Qurilib ma'lum darajaga borgan vaqtida ani u rasmiy o'zi bizniki chet el tilimizga yoki ana tilning sirtidagi bir tilga aylanib, bizniki ming sistemimizga o'tiraqlashishga boshlaydi-chu. Andan keyin u tilni biz ishlatishga boshlaymiz. U tilni anglagan zaman bizning o'ng tarafdagi menga ishlashga boshlaydi-da. Shuning bilan u til bizga nisbatan tunish tilga aylanishga boshlaydi. Tunish tilga aylandi degan gap u til sol tarafga kirishning hech zaruri yo'q. Biz ko'rgan zaman menning o'ng tarafi ishlaydi. O'ng tarafi bilan u tilni biz ishtikli tunib olgan bo'lamiz. Lekin shu tilning ichida nurg'un so'zliklar bo'ldi, masalan. Yangi so'zliklarni olgan vaqtda biz ozroq surtimiz aslab ketadi. Nima uchun? O'ng taraf menga yangi tilni yoki yangi so'zni qabul qilish kerak. Shuning uchun aslab ketadi. Ondan barbara u ikkisi birlashib, andan keyin biz shu yangi tilni, yangi so'zlikni o'rgangandan keyin o'ng tarafga o'tadi. Yani o bizniki söz bankamızga kirdi. Bankanın içindeki sözün miqdarı aşkan sari o bizniki özümüzün jig'ib mangan sözlükümüz oldu. Jig'ib mangan sözlükler öz bizniki til şekillendi. Mesela mashina haydashga o'xshash ki birinchi olab biz rolni tutgan vaqtimizda biz surtimiz nayt asa qo'qonchilik bilan rolni tutamiz. Bu nima deganda mening sol tarafida bu uchur bizga nisbatan yangi uchur. Biz azaldan ko'rib baxmagan yoki qabul qilib baxmagan biz uchun notunish uchur. Shuning uchun sol taraf ishlaydi. Andan keyin u qabul qilingandan keyin darhol biz qayta takrorlaymizda, odam shunga bir narsani qayta takrorlash orqali o'rganadi, o'zlashtirib, ana o'ng tarafga yo'tkaydi, o'ng tarafga yo'tkagandan keyin u bizning o'zimiznikiga aylandi. Andan mishada Әмді ұшчур алақы білән біздің әрекетімізге мұнасуәтлік асасын әмі қысым мішеді ба. Әмді бұныңки ені бір бәткі өссіңіз, асасын бүгінгі тема башқы немеміз біз ес тұйғы білән яқпу әміз. Ені бір әсін ба. Мішеді сол тарапылы оң тарапын түшендігіні мүшініме. Ені бірісі өйттің? Doğru. Әмді мишияда мандақ бір нәрсе бар. Limbic system deydi. Limbic system degені әрекетні, inkasını kontrol qilish sistemasi hisoblanışı. Bu inkasını kontrol qilish sistemasi adamның dal bayatın dediniz ki bu hem beş qismның hemisininki özünün funksiyası barmıdı. Elbette. Şu beşinin içindeki dal oturtdaki yeşil rəngli tuğan ya dalmış şu. Ani yeşil rəngni qaplab tuğan meningki peshanning oldiga keladigan qism bilan endi peshanning ustiga chiqadigan avvalgi ko'rikdek bayon men ko'rsatgan yeshil rangli narsa dal o'tirdiki ashilga agmak shakldagi jilandek turgan qism shu dal shu. Endi bu nimaga kelsak, endi mush suratning o'ziga qarasanglarmi, bu suratda bundaq bir qancha narsalar bizning diqqatimizni qo'zg'aydi-chu. Buningda birinchi olab meningki tushuntirganim hypothalamus degan qism-chu. Yana bir nimani aytchim, hypothalamus degan mush qism dal mening oldidagi qism shu dal shu. Bu
Nima hypotalamus buningda asoslig'i hypotalamus mındaq nima shakldachu, bunda uzunchaq shaklda bo'ldi. Sal mingninki o'ttirga qarab mangdichu. O'ttirga ananiki mingninki o'ttir minga qarab mangdigan qismi. Şun bu yana bunun asaslı roli adamninki bedeninki hormonni tangshaydi. Hormonni tangshash bilan bir vaqtda yana birsi. Shu. Hormonni tangshaydi. Hormonni tangshash bilan bir vaqtda ish harakatini boshqaruvchi. İş hareketini qandaq boshqardi deganda ilk adam biz mangimiz, qo'limizni ishiltimiz, harakat qilamiz. Ashunda ushaq tushib bizningki qo'limizning uchida yoki bo'lmasa putimiz bilan qilgan harakatninki hammasini mushu mengining mush qismi boshqardi. Undan boshqa ilk bizningki qo'sqimizning ichishi, bizning ishtahaninki nima ichilib ketishi yoki nima qilishi hammasi mushu mengining mush qismi bilan munosabatli. Ani birsi yana birsi er ayol jinsiy alaydiligi mushning harakatini mush qism kontrol qildi. Eng muhimi bu yerda biz bilishga tegadigan narsa odamningki his tuyg'usini normallashtirish, tanshab turish roli bor. Xuddi laglakniki o'tirishga chiqqan ishdan jipga o'xshaydi-ku. Davamlıqdagi bu yer nima desa, menning mush qismi bizga eng bevosita ta'sir ko'rsatgan nimaninki shu 4 xil mundaq positive nimaning ijobiy hormonning hammasi bir şey ishlab chiqardi. Birisi adrenalin deymiz. Adrenalinni bir şey ishlab chiqardi, dopamin bir şey ishlab chiqardi. Andan keyin dopamin bilan noradrenalin bir şey ishlab chiqarildi. Shuning bilan odamni xush qiladigan odamningki nimaga ro'y dunyosiga bir xil nima his tuyg'u berilgan ham odamni asroq nima qiladichu uyqusini kontrol qiladigan yoki badanni temperaturasini kontrol qiladigan mushning hammasini asosan bir şey kontrol qiladi. Andan keyin nima shu kortizon bir şey ishlab chiqarildi. Bunda bo'lishdan boshqa yana mushu qism odamningki nimasi bilan munosabatlichu odamning bir xushib ketishi yoki bo'lmasa qayg'urishi. Yig'ining paydo bo'lishi nima uchun? Yig'a ko'zningki moya nimasidan chiqadi. Ayak hormon bilan eng yaqin nima baz ashadi. Shuning uchun yig'ini kontrol qiladigan nimami men qismi dalmush shu. Andin nimaga o'tsak, talamus ishkini yana bir betga o'ting. Talamusda hamda bu nima desangiz, bu bizniki masalan uyg'unish, uxlash, uyg'onish, his tuyg'u, asla qoldirish, ash funksiyaning hammani aşağı boshqardi. Andan keyin bu yerda men bir eskartib qo'yadigan bir nuqta. Mushu funksiyaninki masalan talamus degan odamninki dal o'ttirishchi, o'ttirmingi bor-ku, bayan birinchi nimadagi yeshil ko'rangani dal shu. Bu yerda uchur oldi bilan kirib aşağı yig'iladi-chu. Xuddi bir binoga odam kirgan vaqtida oldida reception bo'ldi odatda odamlarni qabul qiladigan. Shunga o'xshashli bir yer. Ash uchurning hammasi kelgandan keyin uchurni o'xshamagan yerga bu mundaq yo'lga sap berdi. Buningki roli xuddi nimaga o'xshaydi? Mundaqcha aytganda bir poyezd stansiyaga o'xshasa bo'ldi. Poyezd stansiyaga hamma poyezdga keldi. Poyezd kelib odamni tushirganini tushirib, qabul qilganini chiqarib, andan keyin poyezdni o'xshamagan yo'linishga yo'lga seliydi. Shunga buni bir uchurninki shu yig'ilish o'rni deb tushunsak bo'ldi. Ana buning rolimi men bayon degandek sal murakkabchi. Masalan, uchur bir taraf qilishlamlikda uyg'unishni bayon dedim qo'y, o'ng taraf, so'l tarafninki, menginiki. Asha bilan bu bevosita ulug'liq ham munosabati bor. Andan keyin uxlash. Uxlash
bu melatonin degan alayda bir nima bor. Odamning miyasini tanshab turadigan, uxultadigan hormon. Melatonin dal mishada ishlab chiqarildi. Andan keyin melatoninninki yuqorilash, tuvanlash miqdorini soatga qarab turib tanshab tura oladi. Masalan, kech soat 20 kecha 2 bilan 3 ning oralig'ida melatoninninki miqdori eng yuqori bo'ladi. Shunga miyaning osh qismi 100% butunlay agar biz rahat uxlay olsak, harakati eng tuvan, eng ost holatga tushib bo'lgan bo'lishi. Shunga cho'nqur pit uxlab ketgan vaqtda REM sleep deymiz inglizchada. Qetib uxlab ketgan vaqtida odam o'ylay hech qanday farqlanmaydi-ku. Miyaning o'tir qismiga uchur bir taraf qilganda asosan u odamninki ichki organninki eng tuvan holatga uchurni bir taraf qilishdan boshqa asosan hamma funksiyasini to'xtatadi. Shunga odam uxlay oladi. Ana odam uxlagan vaqtida bu melatonin ishlab chiqarib qolmasdan melatonin bilan birga yana bir xil hormon ishlab chiqadi. Xuddi nimaga o'xshaydi? Buningki miyani adalash iqtidori bor u hormonninki. Andan odam uxlagan vaqtda melatonin yaxshi ishlab chiqara olgan, ikkinchi bir xil hormonni yaxshi ishlab chiqara olgan miya atdiganda qo'pqa vaqtda odam uyquga qiynib qo'pqan bo'ldi. U hormonning asos miqdori odamning miyasi deganki bu signal bilan bo'ladigan narsa-ku. Shunga nerv sistemi signalninki qo'yib berilishi, signalning qabul qilishi. Bu ikki narsa bilan munosabatli. Birisi signalni chiqardi, yana birisi qabul qiladi. Unda bo'lsa, biz bak charchab ketgan vaqtimizda yo'qmisa, haddan ziyoda bir ko'p ishni qilib o'tgan vaqtda uchurjiq qabul qilish osti bo'ladi-da. Shuningda miyamiz yerib ketgandek his tuyg'u kelamiz. Agar biz uxlasak, rasmiy rahat uxlay olganda, shu miyada u yana bu yoqqa uchib yurgan yoki bo'lmasa, nagi berishini bilamay yurgan uchurlarning hammasi u bir axlat. Aslında hamını yığıdı-ku, hormon tazlaydı. Xuddi yani nem qilgan o'xshash, masalan 20 kechada nurg'un shaharlarda yer tazlaydigan mashinalar bor. Ko'chaga chiqib butun narsani, ya'niki axlatning hammasini yig'ib, atdiganda chiqsak, ko'chib paq-paq bo'lib qoldi. Shuning o'xshashlari ol. Şuna onunki aşına tanışışdan başka etigen olganda saat 7'den başlap melatonin miqdori şiddet bilan tushishga boshlaydi. Yaş cho'ngaygan sari melatoninin tushadigan vaqti oldi qarabroq bo'lganicha 7 olmay balkim 6 bo'lishi mumkin. Yoki 6,5 bo'lishi mumkin. Ashunaq bo'ldi. Endin yosh qanchaki kichik bo'lsa melatoninninki odamninki miyada aşağıda eqib yurish nimasi sal uzoqroq bo'ldi. Masalan, nuri bo'lgan yoshlar atgan soat 9gacha uyqusini ocholmaydi-ku. Unda bo'lishdagi sabab shu talamusninki harakati 100% yetilib bo'lmagan. Shunga melatoninninki miqdori yuqori, lekin uninki tuvanlash surati sal asroq bo'ldi. Shunga atganda yoshlarninki 14, 16dan tortib 18 yoshgacha bo'lgan bolalarninki uyqusini ocholmasligiga sabab yana bir nimasi asosi shu. Andan keyin o'qituvchilar, ana bu oiladagi ota-onalar bunga aytdi, ushshoq bo'lish kerak. Shunga balni eng yaxshi baldur uxlatish, ham deganda 8-9 soat cho'qim uxlagan vaqtida andin badan miyadagi talamusning ichidagi melatoninning hammasi asosan iste'mol qilinib bo'ladi. Shuningla atganda melatonin qolmaydi. Andan keyin boshqa adrenalin bilan dopaminning miqdori eshib mangdi. Shuningdan biz uyg'onamiz. Nima mandaqcha aytganda xuddi mashinaninki motorga may qachilgan o'xshashlar nima hukm. Odamninki mingsimi o'zini aytib sagak to'liq uxlab aramagandek his qildi. Atganda ishimizga nayt tez kirishib ketalaymiz. Andan keyin buningki his tuyg'uga munosabatli bir yeri bu odamning mush qismi nimasi talamusda asti qoldirish iqtidorini oldi bilan kontrol qiluvchi his tuyg'u masalasiga kelganda jazolash bilan mukofot
beriş. Asasen müşedik kontrol kılındı. Adam nayt özüne nayt hoş olup, özgünü mesela mukaffatlaş nimesi duygusu kelgende mi? Menin muş kısım başqırdı. Özüne nayt cinayetçidek his kılıp, özüne nayt köngülü yerim boğan vaxtıdı mı? Özüne günahkar hesaplaganda mı? Muş kısım. Menin muş kısım kontrol kılındı. Yani üçüncüsü kelsek, üçüncüsü ötüm. Üçüncüsü hipokampus degeni. Bu hipokampusninki asaslık nimesi, asaslık rolü nime desem, hipokampus nime kıldığı ügünüş. Bu hipokampusda xeritiki qarasanız mı, hipokampusninki nimesi, sel meninki nimege akıgırak düşüdü çünkü. Bayan dedik qoy, gol meňede. Meňiň xeritisiga qarasanız, mana bu muşu kulakның aqысы, bu gäden bilen aqı meňinki aldydyky şu etki kısmını bunu hipokampus deymiz. Anondan buning asaslyk roly men bayan dep ötkendek birinjiden buningki ügünüşni bir narsani yeni ügengen narsani derhal onu muqimlaştırmalıdır. Ani yana birisi biz yeni narsani ügengen vaqtida, mesela xuddi yeni mashina ügengenge o'xshash yoki bo'lmasa bir yeni bir narsani ügengen vaqtimizda odamning miyasini kod yasab chiqadi shu. Ondan nima uchun ba'zi odamlar ma'lum kasbda intayin yaxshi bo'lib, yana bir narsada ancha yaxshi bo'lmaydi. Masalan, ügünüşüp to'g'ri kelganda bizdimi kasbiy odamlarda o'zlarida bir xil ma'lum bir o'ynada night uslub ketadi. Nima uchun? Chunki bir odamningki o'zining menining qurulumuzi o'xshamaydi-ku. Shu ma'lum bir kasbni o'rganganda, shu kasbning ahli bo'la olamdi yoki bo'la olmamdi. Shuningdeki munosabat uchun hammani egallay egallayamamdi degan shu narsa kelganda, bu hipokampus mushu night açqışlıq rolunu oynayalaydı. Lekin adamның mening o'tirdiki uchurni bartaraf qilganiga hamma odamning asosi o'xshash bo'ldi. Lekin u uchur shalinib, haqiqiy uni harakatga aylantiradigan, ashnaqa kod yasaydiganga hipokampus. Onda xo'ganikin buning roli biz o'ylagandan bakrak muhimchu. Muhimliginiki nimasi ben bayan degandek bunu yeni kod yasab, biz ügengen yeni yönəni, bir kolumuz ügenəyli, göz arqılıq, meyli nakşa ediş olsun, ya olmasa maşina ediş olsun, ya gilem toqaş olsun, kiyim tikiş olsun, ya olmasa yeniden ügengen jingni iş olsun, ya ki en aqallısı popak toquşa. Muşundaq nəslə, muş hipokampus meninki, muş qol meni tarafidagi aş qismi da saqlanib mağdı. Bu xotira uzun mezgilli xotira hisoblanadi-ku. Bu oson juda ketmaydi. Anondan davomli şey verdi. To'xtab turaman, chiroqni bir yo'qib deyman. Anondan bu uchur oson yo'qolib ketmaydi. Masalan, siz kichigingizda bir narsani o'rgangan bo'lsangiz, shu uchur siz xeyli cho'ng'igacha davomlashadi-ku. Davamlaşıp, mesela siz 10 yıldan ki yana kayıt aşı yönəni қолға asınız mı? Siz nayt tezla onu qabul qılalaysiz. Anonikin aşı yönəni yana ügünüp özləşdirib iştiklam. Yani qolunuzga nayt iştik kirişalaydı, onu iştik ep gitəlaysiz. Neyim üçün? Adamның bədində, adamның aşı qısımda hipokampusda yasalğan kod var. Aşı kod bilen siz ügenge aşı yönəni aşı yeni uçurunu o alıbırın uçurga aylandırıp aşağıda xuddi xatiri qo'sha saqlab turadi. Siz qachanda onu ishiltimansangiz tatib elib chiqib ishlashingiz bo'ldi. Uni faqat vaqt masalasi. Yani onun üstündeki elbette başqa uçurlarmı tizilib mangdi. Anadaki siz lazım bo'lganda tatib chiqib ishlashingiz istiklam o uçur qayta men bayan degandek adamның o'ng tarafdagi mengada o'tiradigan uçurchu. Anında ondan dəlhar solğa çıxıdı. Sol tərəfə ötəb, onu qayta siz onu yenilaşdığını məcburlaydı. Şuna siz burun ügəngen öynəni, siz qayta yəni ügünüb, nəm qılsanız, iştikli özüşüb yetişdi ki, yeni bir səbəbmiş şu.
To'xtab turma, chiroqni yondirib degan. Endi yana bir narsa, shu hipokampusniki men bir şey tushuntirib o'tadigan narsa. Nurg'un odamlarda bir nima bo'ladi-chu. Nima deganda alayda ba'zan bir odamlar bir alaydiligi bor bir odamlar bo'lib tug'ilib qoladi. Endi uningki shu alaydiligi nerede ifadalıyoruz? Hipokampusda bir boşluk bo'ladi-chu. O boşluqningki cho'ng kichikligi har bir odamning o'xshashamaydi. Ba'zanlarnikida u boshliq kichikroq bo'lishi mumkin, ba'zanlarnikida cho'ngroq bo'lishi mumkin. Lekin masalan nima deganda masalan Beethoven alaylik. Beethovenninki muzikaga nisbatan talantini aytdi alaydi. O Beethovenninki oldiga o'tib, hozir Beethovendek yana bir ashnaq 11 simfoniyani yozgan yana bir muzikant yo'q. Ananınkin yana birisi Beethovenning eng nimasi hayotininki oxirgi bo'lgan chaqda bu odam ham gas bo'lib qolgan, ham qori bo'lib qolgan. Ham anglamaydi, ham ko'maydi-chu. Demak, ko'rash bilan anglash ufqum men bayan degan nimaga yetadi. Meningki o'tir qismidagi uchur bir taraf qilish markaziga boradi. Ananınkin u yerga borgan uchur ananınkin nima ham munosabatlik yerga avatildi. Ana hipokampus nima desa odamninki qo'lining harakatini. Masalan, muzika anglagan vaqtida uni chilish uchun qo'lni harakatlantirish kerak. Shu harakatni kontrol qiladigan, ashning tezligi yoki ostligini kontrol qiladigan yetarmishi. Shunga ba'zan muzikantlarninki beshini nima uchun oldiga mundaq egib turib qilishdiki yana bir sababmi shu. Odam o'zininki meningki nari bakrak ishlasa, oshani kengaytishga yapolmasa, o'zligidan bakrak tutishga to'g'ri keladi-chu. Alaydirek tutishga to'g'ri keladi. Shunga nurg'un muzikantlarninki badanninki harakatiga qarasangiz, bo'ynini sal so'zavroq, mundaq oldiroq intilgan holatda ko'proq ko'ramiz. Ashuna bo'lishdagi yana bir sababmi? Hipokampusniki hajmini kengaytib, o'zida bor yo'nalning hammasini ashuna to'liq ishlatishga tirishish. Lekin endi bu ilmiy nimada odam hech qanaqa inson men quvvatini 100% ishlatgan inson yo'q hozirgacha. Eng jiq meni quvvatini eng yaxshi ishlatgan inson Einstein deydigan. Einstein 100% meni quvvatini ishlatgan odam emas. U faqat meninki 30% dan sal yuqori qismini ishlatilgan inson hisoblanadi ekan. Endi mush qismini bir şeyda qisqa tushuntirib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Ondan mush hipokampusniki iqtidori qanchaki kuchli odam o'zi nayt salmoq bo'ladi. O'zini salmoq tuta oladi-chu. Ananınkin aldırangı qilmaydi. Ba'zan odamlar bor, bak ig'ir besiq, o'zini tutib olgandek badanidan ko'rib oldi-chu. O o'zida ifodalandi shu salmoq. Nima uchun hipokampusniki birinchidan hajm sal cho'ngroq, ayada bo'shliq sal cho'ngroq. Uningda qabul qilish iqtidori kuchliroq bo'ldi unaqa odamlarning. Endi uningda qabul qilingan vaqtda yeng uchur ishtik kodga aylandi. Ana shunga bu xil insonlarniki bir narsani uchurni ko'p qabul qilish, ana uchurni ishtik azm qilib bir taraf qilish iqtidorim kuchli bo'ldi. Shunga ishtik mandaq xuddi mandaq bir narsani desam bo'ldi. Kichikroq qachaga siz manda suv qo'ysangiz ishtik to'shab qoladi, tushunammi? U agar hajmi sal cho'ngroq bo'lsa ko'proq suv kiradi. Shunga o'xshash nima alomat. Chunki bu mush hipokampusning mush g'o'l miyig'ninki oldidagi mush qismning odamninki his tuyg'usini tansish bilan shuning munosabat uchun saqlash iqtidori bor. Shunga kechiring.
Ma'lumki muzikantlardagi biraz aldığı ilgilgen holatda bir xil kamtarlikninki ko'rinishi varken deydi. Ama normalde müştahuluq biraz aldığı inişken küçük fiil ko'ringan insonlarning biraz aldığı inilgan ve holatda odatlanadi. To'g'ri. G'adaygan kibr qilgan insonlar g'adiydi biraz. To'g'ri. Bu qarab bu g'adiyishmi odatda meningki shu hozirgi hipokampslar aytgan doirasini kichiltirganligini ilmiy fuqaro ekan degan bir narsa aqlimdan kechdi hozir. Yani g'adiyishdan kamtarlikniki ifodalanishmi mening shu rayonni kichiltib cho'ng'aydiganға nima qilgan aloqador qilgan deydi. Mayet ikki xil narsa borchu, ikki xil uqumni ham shuni azar tushuntirib o'tib ketay. Bu belki bak munosabatli emas, lekin mas'ulni so'rab qoldingiz, shuni tushuntirib o'tib ketay. Ilqi ba'zan odamlar ilqi beshirmada oldig'imda sep turdiganchu, ilqi bu tushkunlik bilan ingak va nimaga taqishib biroq turdichu. Ilqi bu beshirmada silibroq turadigan odamlar bor. Bu bunday odamlarningki hipokampusni cho'ng desak xatalashib qolamiz. U cho'ng bo'lmaydi. Bular nima desa, menga tushgandikilar oksigen menga kiradigan tiniq oksigenning miqdori ozlashga boshlaydi-chu. Ozlashga boshlagandan keyin men bayon ko'rsatgan, meningki oldida qismga uchur qilish o'zligidan kichiklab ketadi-chu. Kichiklagandan keyin mening o'ttirga boradigan uchurni bir taraf qilish markazmi o'zligidan hajm jihatdan kichiklab ketadi. Shuning bilan hipokampusga boradigan uchur yoki signal oslab ketadi. Shuning bilan 15 maqsad to'g'ri odamning harakati ostoldi odatda. Oslab ketishdagi yana bir sababmi shu. Anondan keyin odam qo'rqqan vaqtida nima qiladi-chi, badanni ichiga nima qiladi? Hargiz qo'rqqan odam badanni sirtiga bunday gul ichilgandek sirtqa yaymaydi. Nima uchun? Qo'rqinchoqlikning o'zi, men hozir amigdalani tushundiganda nima qilaman? Qo'rqinchoqlik gul odamning nimasi mengisi, gulga o'xshasa, qo'rqqandikilar istik jumilib oladi. Jumilib olgandan keyin hipokampusniki hajmini kichikiltib o'tadi. Bu faqat hipokampusning ichidagi o'tirdiki, amigdala degan xuddi po'choq o'xshaydigan shunchalik uni cho'ng emas. Aşı qism odamniki butun badanni kontrolga elib oladi. Kontrolga elib olgandan keyin qo'rqish bilan ochiqlanish. O'zini qanday qilsam, o'zimni qutuldirman, yoki bo'lmasa qanday qilib ochiqlanish orqali o'zim kelayotgan hujumni sirtqa nima qilaman, o'zimdan nariroq tutaman degan shuning qiltirishidir. Yoki bo'lmasa odamning mengisi bunda jumilgandan keyin gul bunda ichilgan narsa jumilib qolgan vaqtida odam yana bir nima bor, his tuyg'uda freeze deydiganchu, to'nglash, qetib qolish holati. Bu nima desa, xuddi siz yo'lda mashina yurgan vaqtida bu jaranda ko'p uchraydi. Jaranlar yo'rg'ulikqa qarasa, asan qetib turib qoldi-chu, qanday qilishini bilmay. Odamning badanida ham shunaqa bir holat bo'ladi. Lekin o holat uzoq suzilmaydi. Odamning tabiatida o'zini o'zi qutuldirish nimasi bo'ldi-chu, o'zini o'zi qutuldira oladigan miyning ashna funksiyasi va o ash funksiya hipokampusda bor. Ashaga joylashgan. Ba'zi odamningki kuchliroq bo'ldi, ba'zi odamning sal ojizroq bo'ldi. Shunga bo'shliq deganim dal shu. Anondan keyin amigdala 4-inchisi meningki siz mening xaritini olsangiz 5-serialmada amigdala xuddi po'choqqa o'xshaydigan hipokampusning qishiga ega. Öşkürdigan his tuyg'uning hammasini ifodalay oladigan ya amigdala. Anondan keyin nurg'un odam ochiqib bakkab ketgan vaqtida o'zini kontrol qilolmay nima qilib ketishimi amigdalaninki o'zininki masalan qo'rqinish hammasiningki o'zininki his tuyg'uni butul kontrolga olib ketganligining ifodasichu. Shuni bilan amigdala shunaqa qo'rqinish holatiga o'tgan vaqtida uning qishdagi hipokampus deymiz qolgan 3 qism
həcmi tuyuqsuz kiçigilər, ular iş harakati bak aslab ketadi. Aslab ketib, yoki bo'lmasa həcm kichiklab ketadi. Shuning bilan amagdala bütün odamning mengisini kontrolga ilib olgan ahvol bo'ldi. Shuning bilan ochiqlangan odamlarga siz gap qilsangiz bu mengining oldi qismidagi uçur qabul qilgan ya etib qolganchu, shu u uçur kirmaydi. Sizning degan gapingizni anglamaydi. Unda qolgan ekan sizning gapingizni anglamadi degan gap ko'rish, anglash, eg'iz, til, hamma narsaniki nimasi ya nol, ya bo'lmasa aslab eng tuvan holat tushib ketganda mingning o'ttirg'i boradigan uchur miqdori intayin azlab ketadi. Shuning uchun u uchur azlagandan keyin amigdala qanday qildi deganda amigdala hipokampusga ish qilmay qoladi-chu. Nima ish qilishni bilmay, uning hajmi kichiklaydi. Shuning bilan amigdala anan keyin hamma narsaning surati aslagandan keyin qanday qildi desa menga nim qilgan qonga ojiz tushmay qoladi. Shunga qonning hammasining besimi amigdala puchaqdek shu cho'nkichilik puchaqchiliklar va shu qismga markazlashib qoldi. Shu nima uchun odamlar ochiqlanganda mengining qattiq tiqilib ketishlik sababi shu. Chunki qon besimning hammasi puchaqchilik shu yerga yig'ilib qoladi. Anankin şunu biz o xil insanlara qanday qilmas deganda tiniq al, yo'qmasa tiniq tizilishib ketadi. Qon besim nimani mengning ichki besim yuqorilab ketgandi. Tiniq al deb tiniq ilishga nima qilib ilhomlantirib, tiniq olgan sari qon nimaningki menginingki bosh qismi yoki badanning bosh qismiga mengishga qarab yuzlandi. Shuning bilan amigdalaga tushundigan besim azlaydi. Shuning bilan qo'rqinish bahansiri rayatga aylandi. Rayatga aylangandan keyin ondan shu puchaq chek shu qism ana mingning bosh qismi bilan aloqa uchur aloqa qilishga boshlaydi. Harakat uchur kirib chiqib aloqa qilishga boshlangandan keyin ondan xuddi odamning ochig'i yinib qolgandek, yana qayta o'zining aslini tepib olgandek holatga tushirishlik sabab shu. Shunga bu amagdala odamning badaniga aytgan chog'da intayin muhim. Anandan keyin nurg'un masalan mushu masalan nima deymiz, masalan hozir mushu jamiyatda ko'p uchraydigan o'xshamagan qizarlik chekimliklar, aroq, tamaka, ashuning hammasi mushu amagdala mingning o'tir qismiga ta'sir qiladi. Ana mushuning ta'sir qilish asosida mushuning ta'sir qilgan hormonni yuqori ko'tarish yoki tuvan tushirish orqali odamning nimasini, ro'y holatini o'zgartirdi-chu. U tabiiy emas, sun'iy holda yuqori ko'tarib tuvalatadigan ashunaq bir ahvolni shakllantirdi. Ananiki eng oxirgi 10-serialni olsangiz, ashuningda hamda mushu bir kichik bolningki bir nimisdek bir rasm, lekin bizga shu men bayon degan uqumning hammani oddiy bir surat bilan tushuntirib beradi-chu. Masalan, birinchi ko'k uchur qanday qabul qilindi? Uchurning kirgan manbasi, kirgandan keyin mayada poyezdek u uchur qanday qilib mengning o'ttir qismiga boralgani. Baralığandan keyin qabul qilinib, hamma yerga avatilib bo'lgandan keyin ma'lum qismlik uchur, hammasi emas, shu ma'lum qismi amagdalaga, puchaq shaklidagi qismiga shu yerga boradi. Ana shu qism, ananiki u uchurni yaxshi ko'rsa, o'zi qabul qilaligini albatta xushalliq, o'ziga qabul qilamagan yoki o'ziga hujum deb qaraganni u xatar deb tushundi. Faqat ikki hukmni nima qildi. Qilganga xatar deb qaraganning hammasiga qaytarma hujumga o'tadigan holatga tushirdi. Shuning bilan ashi orqali o'zini tanishaydi-chu. Ondan o'zini mukofot tuyg'usi paydo bo'lib, o'zini nayt xushal his qilgandimi, amagdala oldi bilan harakatlandi. Ana shu mushu rasm balkim eng oddiy usul bilan mushu bugungi so'zlamoqchi bo'lgan nuqtamizni tushuntirib berishga eng yaqin deb qarayman. Buningdan oddiy rasmni men topolmadim, rasmni aytsam. Mash amagdala millatda xuddi nimaga o'xshashlar? Ash cho'ng kichikligi
Aşı mağızçı reklam açın. Ana aşı mu insanınki en konu kısmı, mağının en burun payda olan kısmı hesaplandı. Elqe mesela biz insanların hem de 1 milyon yıldan artıqlıq tarixi var, insaniyetinki payda olup, tərəqqi qılıb hazır əlbəttə ma dində başqa düşündürdü. Yani insaniyetinin tərəqqiyatı da mağınınki en baldur kəlgən qismi aşı amigdala. Bu amigdalanınki en çoğun rolü insanın yüzüne qoğdaş rolü var. Bexəttərlikini aldı bilen seziş iqtidarı var. Şunun üçün o amigdala en kadimi, adamın mengisi en kadimi kısmı hesaplandı. Yani en deslep yetildiğin organ. Doğru. En deslep yetilgen organ, aşı mengi kısımdaki menginin organ desek mi ama menginin özü organ bu, menginin kişilikte aşı kısmı aşı. Onda aşağıda uğruğu degende kepkinde. Aşağıdan alındaki menge manda kalan kısımları koşuluş arkalık menge çoğu yapmamalı çok. Şuna insaniyetninki mengisi deydi ki insanın mengisi her 100 bin yılda bir acım çoğuydu deyip aslında neme kılıdı ki aslında bir hukum var. Hem de bu biz 100 bin yıldan keyin bizning mengimiz çoğuyup ne vardı onu ben bilim diyemeyim. Lekin hukum aslında. Şuna şu amigdala aşı puçak çerek aşı bizning örük meğiz çerek nememiz en kadimi yetilgen mengida şu. Onundan keyin hipokampusning hacmi çoğuydu. Onundan keyin bopmo bu nemeninki talamus menginin oldu kısmı nayt şiddetilen terakki kıldı. Şu anda menginin ma çoğu uçur bir taraf kıldığında aşımın nayt şiddetilen terakki kılan insanların mengisi. Bu mesela qarab baxsanız maymunun aşı men kurulması var. Hem insaniyetin men kurulması en yakın men kurulma birisi maymun yani birisi çoşqa. Yani aş işkilisi mengisi qarasınız mı aş menginin kurulma nayt yakın oxşap ketadi. Lekin ne üçün ular biz qila alğaşını qılamaydı degende bizning menginin taraqqiyoti insoniyatniki o başqa bir nima. Biz aladın neçə 100 min yıl ilgari alatı taraqqiy qilib mangan bizning mengimiz. Kim buldu? Yani 500 min yıldan keyin yani nemişlar yüz verdi. Bugün mening söz aytganim muşinchirek. Endi bunun da mesela sizin degan şu nemege badıqmı barmıdıqmı şu maqsadni bugün bilmedim. Lekin qilaladim deb qarayman. Agar boshqa ham so'raydigan savolingiz so'rasangiz bo'ladi. Bu ilmiy jihatdan tushuntirish o'g'irligi uchun biroz jiq hukmlarda, jiq narsalarda deymiz, mandaq hayronlik biroz eshib ketadi ekan odamda tunji anlagan ekan jiq narsalarni. Diqqatni markazlashtiramiz deb. Menginin hesapta 5 bölekke bölünganligi. Bunun uçur betaraf qilish, qabul qilish, arish, saqlash, qatorliq turlarga bölünganligini deb o'tib ketdingizda. Bugun biz aqlni ishlatmoqchi bo'lgan bo'lsak, biz bu mengimizga qanday foydali ishlarni qila olamiz? Nima bilan oziqlandi bu menga degan narsa, masalan, ba'zi odamlar deymizki, aqlga aloqalar ba'zan tushuntirishlarni yoki bir narsalarni tanlab, manda deb ming topshiriqni tushungan normal odamlar bo'ldi. Bu uchoqda qaysi xil organning ta'siri bilan bu uchoqdagi biz tushungan narsa qarshi taraf tushunmaydi yoki qarshi taraf tushungan narsani biz nima tushunmaymiz. Bu mandaq bir narsa-ku, endi u sizning bak murakkab bir narsani dedingiz. Endi men shu murakkabligiga asosan javob beray. Masalan, siz bir narsani siz tushundingiz, shundami? Siz tushungan vaqtida men bayon dedim-ku, nima uchun ba'zan odam professor bo'la oladi? Nima uchun ba'zan odam professor bo'la olmaydi? Nima uchun ba'zan odam hunarvan bo'la oladi? Nima uchun ba'zan odam hunarvan bo'la olmaydi masalan? Nima uchun hamma odam muzikant bo'la olmaydi? Nima uchun ba'zan odam kompyuterni nayt yaxshilab kompyuter programma yozilgan bo'lib ketadi? Ba'zan odamni oldiga akib bersangiz yozamaydi undaq odamlar.
Bu nima desa, odamning miyining qurilmasining hammasi o'xshash. Faqat bu yerda qurilmaninki qandaq ishiltilishda farq bor. Masalan, miyininki men bayan deb o'tgan eng oddiy, miyining oldi qismi, oldin qismdagi miyada bu uchur kirdi. Shundami, uchur kirgan vaqtida uchurninki o'ttir qismiga xuddi nimaga o'xshash qanda berishi. Tez boramda, osti boramda ashaga berishi bir masala. Ana mushu jatimi odam farqlandi. Aql degani shu manda nima? Aql degan shu. Aqling sen ko'rayotsamsan, ko'rmayotsamsan deb cho'nglarda jiq deymiz-ku. Aqlni ishlat deymiz. Aqlni ishlatib boshqa ish qilmaymiz. Aql degan gap aşı nimeninki bu hypothalamus, miyininki oldingi qismi miyadagi ko'rash, anglash yoki bo'lmasa titish orqali, hatto mandaq bir narsani tutish orqali biz erishgan uchurning hammasi miyining oldi qismi orqali o'ttirga o'talamdi, o'tanmamdi. Ananiki Misha degan bir deb qo'ydigan narsam, bizniki hozir barbara ota-onalar mushu bolalarninki bu mesela otizm bolalarninki nemisini hozir his qilyapti. Çünki burun otizm degan narsa bizningki ichimizda yo'qdi. Hozir ota-onalar uygunib o'zining bolalarininki otizm ekanligini e'tirof qilib, ashuni yoki yangi narsani o'rgatadigan yoki bo'lmasa yangicha bir xil usul bilan muomala qiladigan ashuna bir narsani qabul qildi hozir. Masalan, otistik, aslında otizm bolalarninki miyining oldi qismi bilan o'tir qismdagi signal o'tishadigan ya'niki ma'lum bir qismi bo'shliq bo'ladi-ku. Xuddi bu nimaninki burun kon vaqtida biz muzikani deyvilan anglaymiz-ku, lenta bilan. Lentaning ma'lum qismi xuddi julib ketganga o'xshashlan bir ish-ku. Signal mangmaydi. Unda qo'ygandan keyin biz ko'rgan narsani otizm bolalar yoki inson ashuni biz ko'rganda ko'rmaydi. U uchur o'zgarib ketadi. U miyining o'tirib olganki, u uchur ananiki hippocampus miyining orqa tarafida hippocampusga o'tadigan vaqtda harakatga aylanadigan vaqtda u boshqacha bir harakatga aylanib ashuna tarjima qilindi. Chunki kod o'xshashmaydi. Kod boshqacha kod ishlab chiqarildi. Shunga ba'zan otizm bolalarninki ma'lum bir qism nimasi alayda bo'lib ketadi. Alayda taraqqiy qilib ketgan bo'ladi. Masalan, ularninki son sifirni hisoblash nimasi, surati odatdagi bolalarninkidan yuqori. Nima uchun? Uninki miyining oldidan bu hypothalamusdan o'ttir qismi talamusga o'tadigan uchur, bir xil uchur eng tez suratda mangdi. Başqa bolalarninki ash bir xil uchurdan boshqa, ya'ni 9 xil yoki 10 xil boshqa uchurlarni qabul qilib, uni bir taraf qo'yguchi, bir uchur o'ttirsa talamusdan hippocampusga miyininki orqa miya tarafdagi harakatga aylanadigan qismga night tez o'tadi. Shuning bilan birla narsaga munosabatlik, masalan, sansifir hisoblash, qo'shish elish. Şunun münasebetlik narsaninki bunu iqtidori boshqa bolalarga qaraganda 3-4 essa, ba'zan hatto ba'zan vaqtda 10 essa tez taraqqiy qilib ketishdagi sababimiz shu. Ana ularninki ashningdan boshqa uchur yo'q, miyada saqlaydigan. Ashli uchurni saqlaydi. Shuning uchun ularninki sansifir shunga munosabatlik iqtidor boshqalarning qaraganda alayda ustunlikni egallaydi. Ana ularda masalan Maşu miyininki o'ttirdagi talamus bilan bu amigdalaning o'ttirdagi uchur almashtirish nayti asta yoqimiz ba'zan ahvolasi yo'q bo'lib qolishi mumkin. Nima uchun? Chunki ularda his tuyg'uni bir taraf qiladigan narsa shu xil miyininki funksiyasimi, shu nervous sistem yoki intayin ojiz yoki ba'zan bolalarnikida hatto yo'q. Şuna ular xo'sh o'smi yig'laydi, xavf o'smi yig'laydi, bir narsani og'iz o'smi yig'laydi, bir narsa ifodalab qoldigan ahvol. Yoki bo'lmasa ba'zan bolalar hatto yig'lashni bilmaydi. Nima uchun shu yig'lashni kontrol qiladigan shu his tuyg'u shu pishiqlab
işlenip çıkanmaydı. Aşı cihetten farklandı. Şuna mesela yanı bir nersem bunu mesela küçük ballada, bazen ballada, ben mesela üyde pek cidden macerası köp küçük ballada, menin oldudaki hypothalamus işçi gerek olurdu çok. Yakomsa xud el qapqaq oqşaydı. Qapqaq bek çoğu içiğlik emas, sal kichikroq içilgan bo'ladi. Ana xuddi qulunning qepiga o'xshash. Ana oniki buni davomli deganda qachon yipilamanki deb bu ichilishdan bekaraq yipilishga aldiraydi unda bolalar. Ne uchun deganda u o'zini qo'g'dash iqtidori. Uchur jidal majrada paydo bo'lgan uchur menamning ichiga kirmiskan deganni oldin qo'rin qo'yib turib aşını anlamaslıqqa ya kömeslikka tirişidi. Şunun üçün qulunun qepi oxşar qanchaki tez mında yıpılsa ular üçün şunchaki yaxshi. Şuna o ballarniki ko'ziga qarasınız, yoki mında chiroyiga qarasınız, sizga mında qarab turgandek ko'ringan bilan hech qanaqa his tuyg'u bo'lmaydi. Nima uchun ularniki menga itiglik albatta. Undan qolgandan keyin uchur qabul qilmaydi-chi. Shunga siz kulimsirsingizmi, sizga kulimsirab qaramaydi. Anılki söz kıysınızmı, sözünüzünü 2-3 kıtım tekrarlaganda andın anlaydı. Oxşaş bir nersin bir kaçıqtım tekrarlaganda. Yani insan mı şu çoğun edem mi şundak? Bob mu şu PTSD deyimiz. Travmadan keyin qapqagan qaldık. Kesel. Roy bir normallik kesel. PTSD bağı insanın arqandığının ki menin aldı, mesela hypothalamus adette davamlıq degende ciddi alet tuturdu. O özünü mandak nime qilib, özünü qo'yib turib, bu mandakcha qanday nimedeki stres aramzada turamaydı. Stres tutulan adamның başında bo'ladi. Şuna stres turduğan adamınki anlaş iqtidarını şu çağda hesaplasanız ularning anglash iqtidori boshqalarningga qaraganda yuqori, lekin ovozning qabul qilish iqtidori to'van bo'ladi. Ashijati. O da hammaga shunday qilib diqqat qilib turdi-chi. U avo funksiyasini yuqori qilib, lekin uni ajim qilish funksiyasi, u anglagan narsani azm qilib uchurga aylanish iqtidori o'ziga kichiklab ketadi. Hem de adım bu menadaki 5 bölekke biz qanday yardım qila olamiz? Biz nima qanday qilgan vaqtimizda aş bölekler misalan o'zining rolini yaxshi joriy qildira oladi. Meningki hamda eng oson joriy qildirishdagi narsa oldi bilan meningki oldi qismdan boshlagan yaxshi. Mening oldi qismi hamma narsa uchurni qabul qilish iqtidorini eng yuqori darajaga yetkazish uchun oldi bilan adam özünü belki ciddi alette tuğuzması gerek. Yani elbette o, benim otur kısmı bile münasebetlik oldu. Ciddileşmesi için adam özünü aramzade behuzur tuğuz alaydıgan bir muhitini şekillendiriş gerek. Hepsi birbirine münasebetlik. Onda koğanda siz özünüz neminizin talaysız da. Mesela ozuqluq cəhətdə mi şundaq? Ozuqluq cəhətdə meningki qaysı qismdagi ozuqluqni men oldi bilan yaxshilayman degan vaqtda albatta meningki o'tir qismidan boshlaydi nurg'un adam. Ana buniki mesela omega 3 folic acid degandek ash narsalarni yeyish orqali mening o'tir qismdagi uchurni saqlash yoki uchurni bartaraf qilish iqtidorini yaxshilaydi. Ana uniki masalan muzika anglasangiz, muzika oldi bilan mening oldini ochadi. Aldını açqandan keyin mening oldi orqali anandan keyin mening o'tirga ta'sir qiladi. Mening cho'qqisi. Anandan keyin mening cho'q orqali hipokampusga ta'sir qiladi. Hammasi bir-biriga munosabatli. Anandan keyin harakat qilsangizmi shundaq, chiniqishda. Chiniqishda biz tiniq olamizda badandagi harakatdan boshqa biz tiniq qilib qon aylanish yuqori bo'lgan chaqda qon aylanishdan paydo bo'lgan oksigen oldi bilan nima qiladigan narsa quloqning oqis orqali bordigani meningki tashqi qismiga kirdi-chu, tashqi qismi orqali ana ichiga mangadigan gap. Shuning bilan yana birisi julun. Julunning qumi sal qarashqa bo'lmaydi.
Şuna nurgulgan ahvalasida odam birinchi bo'lib yirib ketgan chog'da nima uchun oldi bilan bu odamninki gajigisi oldi bilan taladi. Bu yerdagi sabab oksigen miqdori andan keyin bu nimaning odamning umurtqiga tushgan besim yuqorilab ketganligining ifodasi. Şuna nimada chiniqishni qilganda badanninki umurtqani qancha uzatib nimasi tuzlaydigan harakat odamninki odig'ini asan chiqaradi. Odig'ini asan chiqqandan keyin uningdan paydo bo'lgan qon aylanishini yaxshilandi. Qonning miqdoridagi oksigen oshidi, u qon miyaga bordi. Ana shuning bilan miyaning harakatini yaxshilab miyaninki uchur almashtirish iqtidorini asan tanishlaydi. Shunga miyadagi oksigenni yaxshilash bilan ozuqlikdan boshqa Aşı eng muhim narsa. Andan keyin miyani o'zini o'zi tanishishni o'rgatish kerak. Boshqa tashqi omilga tayinib turib tanishadigan ishni azroq qilgan yaxshi. Masalan, nurg'un odamlar bor, kofe içsem uyqum kelmaydi, sal o'zim o'ngishib olmay, yoki choy içsem sal ro'yim yaxshilanib qoldi. Buning hammasi tashqi omillar. Amaliyotda bu narsa nima desa, amigdalaga ta'sir qilgan hormonni tanishish. Qisqa muddatlik adrenalinni bu hipokampus jiqraq ishlab berdi. Ananki amigdalaga avatib berdi. Shuning bilan o sal o'g'ongandek his qilamiz. Amaliyotda undan tezlam uniki hazm qilishimi, yo'qolishimi tez bo'ladi. Chunki u tabiiy emas. Ana istiklam shu o'yg'oqda ko'rinsa, ana istiklam badaningiz yumshab, osonlanib uyqu besib ketishlik yana bir sababmi shu. Zaten ondaqda özümüzdeki keyfiyatlarga qarab, menimning mavi qismida mandaq bir charchash yoki mandaq bir ichirqash bo'lardi deyalamizmi? Mesela qandaq bo'ldi buning alomatlari? Buning alomatlarini sezish uchun oldin odamning yuziga qarash kerak-ku. Yuzi bilan menga qarash kerak. Masalan, odamning yuzida bir chinqilish bo'ladi. Odamning mengisi bek telib yerib ketgan vaqtda yoki ro'yi holati yaxshi bo'lmagan chog'da bir xil chinqilish bo'ladi. O chog'da bu chinqilish ko'zning ostida bo'ladimi, ko'zning ustidami, odamning chekidami, yoki quloqning orqasidami. Ba'zi odamlar chinqilib ketadi. Ashning hammasi menga bilan munosabatlik narsa. Masalan, meningki usti maya chinqilganda degan gap, sizningki mening oldin qismi men boya degan hipotalamus yaxshi ishlamayotgandan ish shu. Ana mening yon toldi degan gap, mening o'tirsi talamus yaxshi ishlamayotgan degan gap bo'ldi. Anandaki quloqning orqasi toldi degan gap, siz davomli degidek o'zingizni qo'rqinishda, ansizlik ichida turayotganligingizning ifodasi. Adama bu yanninki maya tilib og'ridi degan gap, siz qisqa muddat ichida bir narsani tez o'rganmay yoki tez amalga oshirmay yoki o'zingizniki normangizdan jiqroq besimni berayotgan ifodasi. Ana u xil ahvolda bu yaxshi ishlamaydi-da. Besim ko'payib ketadi, anonkin harakati uni aksicha orqaga yinib ketadi. Harakatingiz moslab ketadi. Shunga bir narsani siz oldirgansizda nima uchun xatolikni jiq ko'rsatasiz? Sabab shu. Biz chunki o'zimizni shunga ishdan qilyapmiz. Xuddi orqadan bir odam yuguramizmi, ishtirayotgandek mashina o'xshashli bir hukm. Şuna adam özününki yüzünün etrafındaki boyan etrafındaki çınqılayotgan şu besim bilan şu hareketni güzütüşünü bilish kerak. Bu keyfiyat emini belgilaydi deb qo'ydiki, bu psixik yoki shu muvaffaqiyat shunday chiqadi bu gap. Bu keyfiyat deganda hozir sizlar aytgan shu yuz qurilishdagi muskullarninki rohat Turuş turmaslık meselesi ikinde yani keyfiyat aslında ta'sir ko'rsatadi. Yüzde ifadalindeken yani. Yüzde ifadalindeki. Na ciddileşken çağda adam bundan na kapaklar işçi sıkıntısına turdu ikinde şu çağda aynen kalab oturup özünü boşalt.
qo'yib berakay deb o'zi gap qilganida o'zini zimmitlasa qig'il bo'ldiki shuni davomlashtirmoq taskin ekan. Ashta qilgan chog'da qilgan chog'da haliqi stress yoki jiddiylikdan keyin biroz bo'shag'anligini his qildi odam. Bu chog'da qaysi a'zosiniki funksiyalab mushu qilyapti shunday harakat mushu taktik bo'lamdi ya'ni men faqat deymiz ilmiylikni bilmayman lekin har xil izdinish shaklida sinab boqqan ishlarning birisida. Uni hamda biz bu psixologiya nuqtasini aytgan vaqtida uni scanning deymiz. Odam qattiq besimni qilib jiddiylashib ketgan vaqtida bizning birinchi qiladigan ishimiz o'zimizning badanimizni skan qilamiz. Oldimiz turgan odamni mana shunaqa deymiz. Sama beshing cho'qqisidan tortib badaningni bir skan qilib boq. O'zing besim his qilgan yana ashni ko'rsatib boq deymiz-ku. Ana qilsa odamlar o'zi bunda aldirmay o'zini qilgan vaqtida o'zining diqqatini yig'ish bilan bir vaqtda o'zininki his tuyg'u bilan badanning o'tirisidagi nimani bog'lanishni kuchaydi. Bu nima degan gap desa, u bog'lanib boshqa bir yerni akamaydi, ammo mingning ichida bo'layotgan ish harakatga siz jiqroq diqqat qilgan bo'lasiz. Siz o'zingiz kontrolni olgan bo'lasiz. Shuningdek mengi bilan badan ikkisi his tuyg'ulan badan bog'lanishsal kuchli bo'lgandan keyin ananiki o'zingizning badaningizda bo'layotgan o'zgarishni tezroq sezgi kuchli kerak bo'ladi. Andin his qila oladi. Anan shunga o'z ko'z tutadi. Yoki ba'zi odamlar va o'ziniki nimaniki ko'krak qismidagi tuch sunak aşağıdaki besimden en yuqurligini ifodalaydi. Ba'zi odam deydi bo'yan, ba'zi odam yuzini ko'rsatadi. Mayli qayerda bo'lsin, shu odamninki shu kuchlik nimaning bo'lishi odamninki nervi bilan munosabatli narsa. U yanisi markaziy nerv sistem bilan munosabatli. Boshqa yerga bormaydi. Yanılam şimdi hamma narsa cho'gilib yana shu markaziy nerv sistem bo'ladi. Sırtdan kirgan uchurmi cho'gilib shu yerga bordi. Aşağıdan chiqqan uchurmi sirtqi harakatga aylanib, uning qaytgan uchurmi yana shu yerga boradi. Shunga badandagi shu men yuqorida deb o'tgan 4 narsaning funksiyasini hypothalamus, thalamus, amygdala, hippocampus. Mushuning funksiyasini har qanday bir inson bilgan vaqtida madan to'xta deb o'zini tanishni endi o'rganishga boshlaydi. Ba'zan odamlar bor, shu 100% qachonda qarsa shu amygdalani ishlatadi, ash qismini ishlatadi. Miyning boshqa qismini ishlatmaydi. Shu u odamni qana ko'rsangiz, bu odamda fikrni yug'amaydi, fikrni ishlab chiqamaydi, ham fikrni qabul qilmaydi. Qachonda qarsa urushmalar deb turadi bunda qadar. Ya qaçıman ya urushman shu jidalning ishi yoki bo'lmasa qo'rqinish ichida yashaydi. Andin unda qadamdan keyin bo'yan muskul, mayadagi muskul intan qattiq bo'ladi. Amanda gadini. Shon gadini bo'yni bizda bir gap bor, gadankesh deb deydigan bir gap bor. Gadankesh degan shu gap shu. Gadankesh degan bu bizning tilimiz nurg'un narsa ilmiy asosi var-ku, shu gapning chiqib kelishda. Shu gadankesh degan gapni men keyin o'zim nima qilib yaxshi tushundim shuni. Aşağıdan chiqqan narsa u. Unda qadamning patang degan shunda qattiq bo'ladi. Shu amygdala, shu o'tirtqi purchaqchilik ash qismini ishlatgan insonning bo'yni. Ana ulaylik o'zini qanday qilib relax qilib bir mundaq nima tanishishni bilmaydi. Nima uchun? Mengning qolgan 3 qismini ishlatmaydi ular. Uchur qabul qilmaydi, uchur kirmaydi, uchur chiqmaydi. Ham uchurni bir taraf bo'lmaydi. Yangi narsa ishlab chiqarilmaydi hippocampusda. O'xshamaydigan yer dal shu. Bu qiziqgan bu. Misalən bizəlikə köpüncə işçimiz pişiş yoki bir ruhiy besimga duch kelgan vaqtlarimizda boshqalardan paranglashishimizni istaymiz ixtiyorsiz shaklda. Bu qaysi bo'lakniki ehtiyoji bo'lib, mushu usul to'g'rimi yoki boshqa usullar bormi shu bo'lak?
Onun usulları köp buludu. Birisi bilen sözleşip, paranlaşıp fakat aş usullarının bir kısmı. Mesela siz mesela birisi bilen sözleşken vaxtıda sizin sözleştiğiniz ama talamusның içinde jığılıp qağa uçur. Qalayımqan болып ketken uçurun hemen şunu sözleşsiz. Çünkü o bir taraf bulab hiç nege baramaydı. Şuna kapsılıp qağan. Ona kapsılıp qağalık için birsin payda qıldı sizde. Siz sözleş arqılıq əməliyyatda haq sizə gəlib gəlməydi. Siz sözleş arqılıq basta asası özünüz aş uçurunu oxşumağan yürünüşkə özünüz taqıtsınız. Sen aslı meyege basan buldukken meyede bika uzun turvapsa da bir yolu sap koysunuz. Yana sözlep gelip yana bir uçurduğunun kelimesini cevabını özünüz tapsınız. Toxta senin aslı onun meyedeken sen meyede bekçi uzak turvapsa uyege yolu sap koysunuz. Şununla siz sözler ve genseri uçur özüyle özü şallanıp tas kılıp azlaş qarapmağıdır ki. Şununla qalayımqan xud öy juğuştuğan qoxşaş. Şununla atalımızın işçidiki uçur Qəli qılınmağa, bir taraf qılınmağa uçur, azlaş qarapmağıdır. Azlaş başlamağıdır ki, həcim mi azlaydı, yük mü azlaydı. Şunun olan, əmdi bildim deyip, özünüz mi yengillap qalğan nə olsunuz, sözləp boğun. Yani, nem qalsınız, ket qalsınız. Bəzi adamlar qana qıldı deyəndə, bəzi adamlar onu çeniq şarqılı qılıdı. Ya komsa uzun yolu bir menip kirsə deydi. Piyada bir 4-5 kilometr ya bəzənlərdə 10 kilometr mağdı. Mağada bu başqaça mesela hərəkət arqılıq nim qılğanda siz hipokampusniki hərəkətini gücləndirib verirsiniz, aşırıb verirsiniz. Şu an hipokampus tuyuqsuz hərəkətcən bulab uçurunu iştik qobul qıldığan, kodunu işləb çıxırılğan aşlaq funksiyasını yaxşılapmalıdır. Yaxşılığandikin menin otur qismında talımızda jığılıb qağa uçur iştik bir taraf bulapmadı çünkü aş uçurun hemiz bizge paylı uçurup için atayın. Bazıları artık uçurlar. Artık uçurunumu sen əxlət uçurkensen senin bana paydası yok deyip aş əxlət çilkigi taşlayıcı için özümü aşımı bir taraf kılışının bir cereyanı. Şu cereyanımı hipokampusdan talımız ikisi hemkarlaşıp kalırdı. O hemkarlık olmasa o uçuru el olmaydı. Bir yegi bağmaydı. Aşağı turudu. Mesela bu mığığa kuvvet yetkizildiğin mığız türdeki yemekler olsun veya tatlı türünler olsun. Yaki manevi cihetten müzik anlaş, Kur'an anlaş diyendekler olsun. Bu xil huzur izleş qaysi bölümninki ihtiyacı veya ki yani başka tavsiye kılgan türler var mı? O men bayan dedim ki huzur nemqil izleş bu alayda bu nemi vaço. Mesela meninki oң taraf bilan sol tarafçı. Aldı bilan onun nemi qarşısınız ben menin oң tarafı jiqraq huzurunu izleydi. Huzurunu işini izleydi. Nemi üçün? Çünkü aşağıda biz ügünüp bolğan, biz bülüdüğən huzurnuş usulü, meyli müzik edeysiz, meyli yemeklik tatlı hem bolsun, aşının hemiz uçur aşağıda saxlandı. Şunun üçün menin oң qismideki qismi köprek orunraq oldu mandaqça aytqanda. Meninki sol qismi sal aktifroq oldu, hərəkətcən boldu. Şunu siz huzurlanaycısınız, herkes siz davamlıq degidek sakrab hərəkət qılıb duruş arqaga huzurlanmaysınız. Bundan yetibasınız, azraq ve tinçlansınız, əndə nem qılsınız. Amma menin oң tərəfi sizni tinçlik zorlaydı. Hərəkət qılma bək kalanı jiqşiltibətdim, işləmə boldu bizdə uçuru yeterlik deb. Anığı ündeydi. Anıdan keyin bu nemide huzurlanish masalasi kelgan chaqdimi? Neminiki meninki oldi qismichu. Amigdalada rahatlanish his tuyg'usi bo'ladi. Aşı mening oldi qismi uçurni nemiga o'tir qismiga o'tganda aş butunlay %100% huzurlanish munosabatli uçurning hammasi amigdalaga bordi. Aşama qo'rqinish munosabatli uçurning hammasi ajaga bordi. İkisi bir yegi var emniyette. Şuna aşı neminiga şu meg'izchirak demisi var. Cho'ng kichiklik meg'izchirak aşı qism bizniki xushallığimizni kontrol qila oladi, achchig'imizni kontrol qila oladigan qism dal shu.
Әне шуң бек ачығымыз түскенде, мускулның чыңып белгі, мушатылған, бұна қолын түтіп бақсыңыз, қаттық бұлының кен анда, ашу амагдала контрол қылды оны. Ашын арқылы реакцион нема контролға сигналны шу берді чын. Сигналны hippocampusқа өтеді, hippocampus арқылы немеге адамныңки немеге түшеді, омыртқының ішісіке ақматы арқылы мускуллықтар. Мабу тибби немедеки маңа қорылып қапты, жигілеп қапты дегендек gaplar bilan diagnoz qo'yilgan kasalliklar bor, masalan ba'zan ro'y kasallik emas, nima? Deymiz, mangning funksiyasi daxliga chiqib, aktivlikda ostlab ketish, inkas ostlash, aqli chekinish qatorliqlar. Bu shu nimadan kelib chiqishi mana fiziologik zahmidan boshqa odat xarakterlik ziyonliq ishlar bormi? Adet xarakterlik nimde, ben bayan degендек, şu nimeninki, muş o'ng taraf, sol taraf var, muş sol tarafның az işlenişi. Den kep çıkıdı. Adamның sol taraf qanchalik az işlense, meninki rengi kül renk özgərib ketdi şu. MRI manda rentgen alsaq, resim kül renk göründü. Meninki sol taraf qanchalik jiq ishlatgan insan Meninki hareket jiq oldu. O'ng bilan sol tarafdan uçur almashtirish surat tizilishdi. Şoňa 12 nimse binafshi rangda göründü. Şoňa meni qo'rilib qapti degini men texniklik usulda tushunib qilsam, meni asosan ilk kül rang shaklini ko'ringan insonning mengisi qo'rilib qolgandek deb diagnoz qo'yilish ehtimoli intayin yuqori. Chunki sizda sol taraf bilan o'ng tarafdan uçur almashtirish surati bak aslab ketganda yeni narsa kirmayotganda biz shu mengning o'ng tarafdagi qoldiq uchurg'ila tayinib qolgan vaqtimizda mengning ijraga deb qolgani balkim shu bo'lishi mumkin. Endi biz ma'lumotga mustamlikaninki oxirgi yillarda ig'ir bisim duch keldik. Bu bizning mingimizning qaysi a'zolariga begirak daxl yetkazadi, biz qanday qilishimiz kerak misalən bu mingimizni asrash uchun bu vaqtda? Bu nimada men nurg'un inson bu tajriba burun bo'lgan tajribachi. Masalan, shu nimaninki masalan bu birinchi olib juvishli buningda tadqiqotni aytib ko'payib borgan. Meninki mening qaysi qismida shakli o'zgarib ketadi-chu. Cho'ng kichikliklar emas, shakli o'zgarib ketadi. Andan keyin ikkinchi ko'p tadqiqotlar bu nimedagi Yugoslaviyadagi Kosovoninki urushdan keyingi tadqiqotdami ashunday ko'rilgan. Andan keyin bu yaqinqi bo'lgan yana bir tadqiqot nimasi Iroqdagi kurdlarninki, ashlarninki nima mingisininki qurilmasdan tadqiqot elib borgancha. Meninki masalan 10 yildan burun, 10 yildan keyin yoki 20 yildan burun, 20 yildan keyingi mening qurilmasining cho'ng kichikligi, hajm, uninki shakli qanday o'zgargan ashuna men tadqiqot vaqtida uzun mezgil ashuna nimaga bu qirg'inchilik uchirgan har qanday bir millatninki mening qurilmasi o'zgarib ketdi. Buniki mening qurilmasi oldi qismi kichiklash, o'ttir qismida cho'ngayash, bunday isilish-chu. Anandan keyin bu orqadagi qismida inchiklab ketish. Ananiki amagdala cho'ngayib ketadi. Hajmi eshib ketadi. Ana bu u men mayada nim qilgan emas, bu shu klinik jihatdan shu nima va bu psixologiya doktorlari va ana ular anandan keyin clinical psychology deymiz. Aşılar birleşip bular mesela Holocaust'ninki 40 yıl koyup verilgen, yakımsa aşılardan qutquzulub çıqqan adamlarninki 25 yıl 30 yılga sozulgan bir tadqiqat deymiz var. Aşının mengideki özgürüşçü, mengiz qanday bo'lgan deb. Andan keyin aşılarninki menginki shakli
Меңініңке адында xəritəsini təşkil etməyə vaxtıda Меңіда 30 yıldan ait çoğun özgürüş köygen aşılar. Anoniki bu Mеңідeki aşkılı özgürüş ikinci devirge təsir körsətməmdə o deydiğin yeni bir bu yeni bir tədqiqat temisini bula 60-cı yıllar başlaydı bu değil mi? 60-cı yıllar başlayıp 80-ci yılın oturğanı ol yeni bir xulası çıxırdı. O demek aş Mеңідeki aşkılı özgürüş o neylik travmanınki hatta DNA'ya qım təsir qıldı. O ikinci devirgimi ütöp getirdi. İkinci devirden Mеңістімі aş körüldü ki aşkılı özgürüş. Şuna hazır mən işinimen ki bizim aramızdaki 90% Uygurlarınki MRI Mеңімізді xəritik alsaq 360 gradusçu bizim Mеңімізin kurulması mesela benim Mеңəmnin kurulmasının 10 yılın altıda aşına xəritik rəsmge ağam bolsa 360 gradus 2000 hazır oxşumaydı. Kurulması fark var. Çok fark oluşu mümkün. Andın bu Mеңіninki qaysı kısmının kiçikilep, qaysı kısmının çoğuyup, qaysı kısmının fonksiyası ətin ziyade aktif bolup ketişininki yeni bir sebebimiz şu. Şuna mening hazır bizim aramızdaki bizim qarindaşlarga tavsiye qıldığım aş 4-cü amigdalanınki hareketini bak artıqça güçlendirip etmesi gerek. Yani onu bak jiqishiltib etmesi gerek. O bizde allurun hatta normadan artıq işleydigan Mеңінің bir kısmı hazır. Şunun için onunla yeni kayta jiq işini ödegege berip onu jiqishiltidigan işini qılmaslik gerek. Onda qilishning eng nimasi birinchidan ochiqlanish yoki bo'lmasa g'azablanish. Bunun hammasi şu amigdalaning ish harakatini jiddiyleştirib etken ya bo'lmasa ish miqdorini oshirib etken bo'lamiz. Onu oshirib o'tish orqali biz hech nimaga erishmaymiz shu. Anondan boshqa Mеңінің boshqa qismidagi ya'niki ishdan to'xtab qolish, hatto yoki bo'lmasa ashning harakatiniki tuyuqsiz kichikilib yoki ozlab ketishini keltirib chiqarishimiz mumkin. Bu deganlik nima desa biz o'rganmaymiz. Mеңінің oldidagi uchur qabul qilish nimasi ojizlab ketadi. Anondan Mеңінің o'tirsidagi uchurni tasqab ishlab chiqarish iqtidorini ozlashtirib o'tamiz. Ana hipokampus Mеңінің oqidagi yeni narsani o'rganish, kod yasash iqtidorini ozlitib o'tamiz. Nima uchun? Markaz hamma narsa amigdalaga markazlashib qolgan bo'ldi. Shuni o diqqatni amigdaladan yo'tkab, biz Mеңінің boshqa yerga chiqish kerak. Eng muhimi hipokampus Mеңінің oldi qismiga chiqarib markazlashtirish kerak. Ananiki bu yer uchur Mеңінің o'tir qismiga tamalos mayaga boradi. Onundan keyin hipokampusga o'tadi. Anandan keyin a'loning harakatini ravonlashtirib beramiz. Azroqliq bu yerda xuddi qatnash kontrol qilgan o'xshash bir ish. Aslında yeni kurulmani o'zimiz yasasak haqi hesab bermaydimizki. Yani mening bu tavsiyasim shu. Sizlar amigdalaga besimni bermanglar. Qanchaga jiq besimni bersanglar, shuncha ro'yaltingda nacharlashdi. Aqqa qarab mangamiz. Aqqa desaydigan ahvol kelib chiqadi. Olg'a manganmaymiz. Yoki bo'lmasa o'rningizda loyiha patqandek ketib qolasizlar. Mayli fizikalik jihatdan bo'lsin, mayli ro'yi jihatdan bo'lsin. Bu küçüyüp ketken çağda aşında qalqadek psixologiyalik davolashga mecbur qaldıq avval kelib chiqarkanda. Ha, bo'ldi. O mening oldimga chiqib keldi unda qadamda. Ana onunki bizning qildig'imiz shu oldi bilan qanday qilganda uni fight and flight deymiz. Ya o'zimni qo'g'dayman, qochmayman, yo bo'lmasa ochiqlayman, yo bo'lmasa buzuman, yo bo'lmasa chaqaman deydigan ashqili ro'y holati bo'ladi shu. Unda qolgandan keyin ashqi ro'y holatin biz qanday qilganda yonga yo'tkash. Onunqa başqacha yana bir usul bilanmi, senmi chaqmaymi, ma usulni hal qila olaysan deb ash usul yangi usulni o'rgatamiz. O'rgatganda ro'y holati uni asta-asta qabul qilib hazm qiladi. Hazm qilgandan keyin Mеңінің oldiga ishlashga boshlaydi. Shu ishlagandan keyin besim amigdaladan oldiga yo'tkiladi. Ana u uchur qabul qilgandan keyin Mеңінің o'tirib o'tadi. O'tirib o'tgandan keyin u ana oqisiga harakatga aylanadi. Hazm qilish sistemasiga o'xshashgan.
Şu. Anondan keyin biz bir narsani qanday qilib tishlab yeyishni qayta o'rgatganga o'xshashli bir ish. Yoki bo'lmasa yangi bolaga mengishni qayta o'rgatgan. Bir odam palachokqa qayta mangmagan vaqtida mengishni qanday fiziologiyalik davolash usuli qanday o'rgatamdi? Mengning shu fiziologiyalik davolash usulida shu. Shu o'xshamagan qismlarni hazm qildirib boshdan o'rgatish. Aşı orqali o'ngshab mang'alaymiz. Ko'p rahmat. Menimcha boshqa savol tushgan qarindoshlardan shu birsi muzika bilan davolash haqida tavsiyasi olsa olsak debdi-ki. Muzikaga oid davolash nemisda muzikaninki alfa, beta, gamma, delta deydigan 4 xil to'lqin borchu. Buningki deltani tanlab anlasanız uykunuz nachar olsa deltani tanlam. Onunki gertisi şu bilen 9'dan gertisinin aralığıda buludu. Onu YouTube'dan tapalaysiz. Eğer siz diqqətiniz yığanmaydıgan, yakomsa diqqətinizin bir yerə yığsınızlam, neminiz, nerviniz tört tərəfə qaçıdığan, aşına qılıq nerv şişildiğan boqalıdı şu adam bizim travmanın nemizdə təsirində uzun məzgil doğanı. Bundakı insanlar alfa bilan betani köprək anlarlar. Bu iki gertis nervini tinchlandırıb, diqqətini yığışqa faydası var. Alfa bilan delta. Alfa, beta. Delta uxlashqa faydası var. Anandan keyin gamma deb ham birisi var. O gamma qanday qildi deganda bak qamushlik kesili kiribda bo'lgan odamlar turib gamma nemisini gertisini anglab qo'ygan yaxshi. Nima uchun deganda gammaninki gertis nemisi yuqori oldu. 350 gertisdan yuqori oldu. Mundaq kuchlik nimalar gitar bilan chilingan yoki bo'lmasa mundaq rock and roll deymiz hamda asnaq nima muzikal namisi shu. Ular nervini g'idiqlaydi çok. G'idiqlash orqali sizda adrenalin ishlab chiqarishga majburlaydi. Bu hipokampusda adrenalin ishlab chiqarilgandan keyin sizda dopamin bilan tanishiladi. İkisi tanishlangandan keyin sizda tuyuqsal ro'yingiz ko'tarilib qolgandek ashuna his-tuyg'u kelishlik sabab shu. Aş orqali bedeninizning ro'yaltini bunday tanishibsiz. Tuyuqsiz o'zingiz bilmaylik shu muzikaga moslash usul o'ynab, disko o'ynab ketgandek bo'lsin. Nima uchun? Mengidagi harakat boshlangandan keyin mengidagi harakat hormon badanga ta'sir qiladi. Ana hipokampus ishlashga boshlaydi degan gap. Bu depression bo'lib qolgan odamning hipokampusniki hajm kichiklab ketsa, yaxshi ishlamaydi. Harakat bakaslab ketadi. Yani kesillikni muzikadan davolash ilmiy nimaga ega yani? Ilmiy bor, onun ilmiy asosi var. Biz davomli ishlatamiz uni. Andan yana birisi tiniqni etkisidir. Çünkü nurg'ulg'an insonlar besimning ta'sirida yoki bo'lmasa uzun mezgil shu depression bo'lib ketgan vaqtida mengi bilan his tuyg'u bilan mengining o'tirsidagi aloqa ozliq bo'lgandan keyin uchur almashtirish ojizlab ketgandan keyin o'zining tinig'iga diqqat qilmaydi. Ba'zi adam tomoq yeb o'tib, o'zining tomog'ida o'zi qiqilib ketadigan ahvol kelib chiqadi. Nima uchun? Tomoqninki hazm qilib qanaq chaynayotganini o'zi his qilolmaydi. Aşı iqtidorini yo'qotib qo'ydi. Shuning bilan o'zi yeyotgan tomoqda o'zi bilan o'zi nima qilib ketadigan, qiqilib ketadigan ahvol kelib chiqadi. Aşı odamninki depression borligini, depressiyondan giribda bo'lganligini isbotlab berdi. Aşı bizim bu təşkil alamatımız. Köp rahmet. Maşina degan təcrübəlik şoferlar o'zi haydayotgan mashinaniki nerede nima alomat yoki o'zgarish bo'lganligini o'sha ko'may turib his qila oladigan nima bor ekan. Sezgi. Ashunga bor ekanda. Lekin o'zimizning bedenni ashuni his qilganchilik his qilmay o'tib ketaverar ekanmiz biz shu normalda. Bizga eng çok kamchilik shu. Nima uchun sezgi meningki ash 4 bayan men deb o'tgan 4 qismining hammasi sezgi bilan munosabatlik. Sezgidan keladigan uchurni biz qanday bir taraf qilishga biz davomliq degdek sal qarab ko'ramiz.
sal qarigan vaqtdan tortib ana biz ro'yijatda benormallikni o'zimiz keltirib chiqaramiz. Paydo bo'lishga boshlaydi. U ilqi bir ikki kun paydo bo'lmaydi. Bir mezgil ashunaq davomlashib andan paydo bo'ladigan narsa. Yani biz bayatımız amigdalaga cık besim düşünmesi için biraz rahatlandıgan yollarını tanlaş lazım dedi ötep gittiniz. Yani hazır biz düşkülüp atkan siyasi istikbalımıza nispeten könseri ığırlap atkan, yokuş girdapı ketip atkan tragediyemizin nispeten bunda kalıp özümüzde rahatlandırış taraftarıga ötep gitişinin akıbeti yani başka hatırlarını keltirip çıkarmak andan olur. Onda bo'lmaydi. Nima uchun deganda, endi men demoqchi bo'lganingizni tushundim. Belki rahatlanib nima qilib kelsak, o'zimizning oldimizda turgan vazifamizdan unutib qolgan yoki bo'lmasa o'tashga majburiyatni unutib qolgan ahvol bo'lmamdi deydigan ashuni demoqchisiz. Bu bunday bo'ladi. Chunki amagdalaga besimni ozroq qo'yib bersak, amigdalaninkiga tushgan besim amigdalanınki sal rahatlantirdi. Çünkü amigdala xuddi atom bombaga o'xshaydi odamning miyasidagi. Uni davomli degidek bak qizitib o'tishning o'zi xatarli. Shunga amigdalaning temperaturasini davomli degidek to'rak tutib tursak, miyaninki boshqa qismininki funksiyasining yaxshilanishini keltirib chiqaramiz. Shuning bilan bu miyaninki oldingi qismidagi hipokampus yaxshi ishlaydi. Shunami? Uchirishni qabul qiladi. Andan keyin o bizdeki o banasa o özümüzdeki his duygu mesele o. Onda olsa his duygunu iştik biz naydi asan his kılalayımız hem şu bizninki vazifemizge münasebetlik his duygu uygunudur. Onda olganda biz ihtiyaçlı olan uçur sağ salamet aşağıya şallanıp toğru uçur kelereydiğen oldu. Eğer amigdalanınki, elbette amigdalanınki içindeki yana bir çoğun vazifesi nima desa açıqlanish, g'azablanish. G'azablanish kerak. G'azablangan vaqtida amigdalaning harakatini, funksiyasini biz joriy qiladigan bo'lamiz. Lekin davomli g'azablanishni ko'z tutmaydi yana. G'azablanish, rahatlanish, andan keyin mukofot tuyg'usi bo'lish. Ashning hammasi shu bir yerda bo'ladi. Şuna onu bir temperatürünü yukarıtıp örültüp tuğan okşaşlı bir iş. Bizdeki hazırki ahval g'azablanish köp davamlıq degidek soquşumu uruşumen muşundaqlam deydigan ahval öz amigdalanınki demisini temperatürünü sal töveletip rahatlanigidek halatga tushirolmaslik. Ba'zan odamlar ash funksiyasini yo'qitib qo'ydi bizning aramizda. Shuning uchun u funksiyani yo'qitib qo'yganlik uchun mening başqa 3 bölek qismi yaxshi ishlamaydi. Unda qadamni uchur bir taraf qilish iqtidori intayin ojiz bo'ladi. Siz to'g'ri gapni qilyapsingizmi, hazm qilolmaydi, anglamaydi. Anglash iqtidori yo'q, mandaqcha aytganda. Shunga o'ylaqa bizniki bu psixikdan bu narsa bizning o'zimizning zag'irib achchig'lanayotgan odamga sen davli so'zlama deb bizning kodlarni qo'ydiku. Davli degan xitoycha endi shu nima logik so'zlam degan gap shu. Bu hakikatini söylemediysem anlamaydı bari. Çünkü nima? Benim aldiki hipokampus kitlip kalgan. Qabul qilmaydi. Qabul qilish iqtidori yo'q mundaqcha aytganda. Iqtidorni yo'qotgan ahvolga yana siz u odamga davomliq degidek u yerda siz bir haqiqatni tushundirman, ish mundaqda deb qancha so'zlasangiz bekor. Anlamaydi. Anglash iqtidori yo'q. Açık yoki boshqa sebeplerden aşu oldiminingki funksiyasi taqilib qolgan zikr holat bilan ma bu keyp sapa bilan mas'ul bo'lgan ayshlik birlik ketganlik chog'dagi nima o'xshash olamda? O keyp shirat bilan itilib qolgan narsa mening o'ttir qismidagi ashu amigdalani kontrol qiladi-ku. Amigdalani uxultib qo'ydi. Aşının kontrol qilg'ili qo'la. Onda bo'lgandan keyin u aslatli degan gap amigdalaning qeshidagi bu uchurqunni bir taraf qildigan markazning ashuni aslab ketadi. U asldi degan gap kirdigan uchurmi miqdorimi ozlab ketadi, qabul qilmaydi degan gap.
Şunun bilan merkez nervi sistemini xamışlaştırdı üçün. Ya bek uygu deydi de adını artık işleydiğin köyde ya komsa xamışlaştırıp nimege mesalet eklerleydi. Her ikisini asıl deydi. Şiddetle asıl deydi. Şunu bilan men mening aqski hipokampsning hareketimi azlab ketdi. Şunu özününki nimisidan chiqib ishchi olgan odamga qarasangiz daldangishmaydi, harakatni kontrol qilmaydi. Harakatni boshqa kontrol qilmaydi emas, hipokamps kontrol qildi. Harakatning signalini yo'li berdi. Hipokampsning nimasi aslab ketgandan keyin uchur asta harakat nim qilib ketganini kontrol qilib, buningki hajmimi xuddi jirgidab qolgan omad qo'shi kichiklab ketgandan keyin u qo'l putga boradigan signalni aslab ketadi. Şunun bilan daldanish o'zini kontrol qilolmaydigan alat kuchib qilishlik sababimiz shu. Farqli bir Farqliq. Tamam, tushunch. Allah razı olsun. Başqa mushu temidan nasl olasiz, yana bilib qo'yishlik ishlab qolgan mazmunlar bo'lsa, shuni alaydi, bo'lmasa to'xtatildi. Bo'ldi. Mening sizlar bilan o'rtoqlashishdig'inim bu shunchalik. Bugun 1,5 soat so'zlabdik. Bek uzoq bo'lib ketsinmi, menimcha qarindoshlar ko'rib bo'lolmaydi. Bu soatda hozir qadar ilib olgan programlar az o'g'illik uchun ko'rman do'stlarning ko'pinchisi boshqa mashg'ulotlar bo'ldi. Keyin ko'rib inshaalloh yana imkon bo'lsa, savol qoldirsa, oldimiz boshqa fursatlarda javoblashtıracağız. Ko'p rahmat, hamog'aysiz, ko'p ajrlik bo'lg'aysiz. Bizdan shu. Rahmat. Rahmat deymiz endi alaqalarga. Hech qisi yo'q, bo'ldi. Aman bo'ling, hamsi ko'rishamiz. Xo'sh, Allohga omonat Allohga. Muhtaram qarindoshlar, bugungi programma bu qadar bo'ldi. Ya'ni deganda saatda Amsterdam vaqti soat 9 da başladık, 9:30. Avustraliyada kech soat oldu. Türkiye'de 3 saatlarga to'g'ri keldi hozir. Biz hozir qadar 5'de kirish qismini deb o'tib ketdik. Ya'ni mingimizning funksiyasini ilmiy shaklda bir tushunishga chal qarab kelganligimiz tufaylidan qanday ishlaganligini bilmaymiz, diqqat qilmaymiz. Lekin ishlayotgandan keyin xotirjam ketaveramiz shaklda muomala qilib keldik. Bugungi program orqali biroz bir mushjati ilmiy narsani bir anglagan bo'ldik. Va kelgusida agar ma'lum bo'lakda masala ko'rildi desa, uni qanday hal qilish haqida jipucha olgan bo'ldik. La'allakum tafakkurun degan oyatning Qur'on Karimda qanchalik takrorlanganligini izlagan qarindoshlarga ma'lum. Ya'ni aql ishiltish Qur'onning birinchi oyati bo'lgan o'qu degan oyatni ijro qilishdan oldida keladi. Buning uchun aziz qarindoshlar, hayot bilan yashaydi ekanmiz. Dunyodan kelib ketkicha aqlimizdan voz kecholmaymiz. Uni ehtiyojimizdan sirtida tashlab etmaymiz, qo'yib qo'ymaymiz. Şuna aqlga e'tibor berishimiz, mayli diniy jihatdan bo'lsin, mayli dunyolik jihatdan bo'lsin, muhim. Şuna aqlimizga yana dalolat qilganimiz ko'proq erkin, hur fikr qilishni o'rganaylik. Manba haqida sog'lom manbaga izlanaylik deb tavsiya qilamiz. Yoqtirib ko'rgan rahmat. Oldimizda boshqa fursatlarda inshaalloh ham takror ko'rishamiz. Omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.